qarzni yengil sanab uni ado qilmayman deb yurishlik bu juda ham og'ir bir musibatlardan bittasi. Iloji boricha qarzni ado qilishlikka harakat qilishligi kerak bo'ladi. Bu dunyo kimlardan qolmadi. Ozgina sabr qilib tursa Alloh taolo uni o'rnini to'ldiradi. Azizlar, Alloh taolo mana shu qarz beruvchilarimizni sabrli qilsin. Men yana aytaman, qarz berish oson emas, birovga pul berib borish oson emas. Lekin shu jasoratda, shu himmatni qilibsiz, Alloh sizga endi oxirigacha shu himmatda turishni nasib qilsin. Qarz bu katta bir sinov. Qarzdor odamda azizlar yuzi kuladi xolos, qalbi kulmaydi. Qarz bu g'amda, qarz bu tashvish. Bu oson narsa emas. Bir hadis Imom Muslimda keldi. Man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu yawmal qiyamati tahta zilli arshihi yawma la zilla illa zilluh. Agar bir kambag'al odam qarzdor bo'lgan bo'lsa, unga muhlat bersa yoki qarzini kechib yuborsa, o'sha odamda Alloh taolo qiyomatda o'zini arshini soyasidan boshqa soya yo'q bo'lgan kunda soyasida soyalantiradi dedilar. Alloh qanchalik ulug' maqom beryapti. Shuning uchun albatta o'zi muhtoj bo'lib turgan, o'zi qiynalib turgan odamni bunchalik darajada xorlash kerak emas. Endi o'zi ham muhtoj bo'lsa tushunamiz. Endi uni masalasi boshqa bir masala.